kuzatuvchilar hamda hurmatli ota-onalar, o'quvchilar, qadrli o'quvchilar. 2026-yil My Dream International Olimpiadada start berib bo'ldi va Xudo xohlasa birin-ketin nominatsiyalarni e'lon qilishni boshlaymiz. Bu olimpiadada oliy o'rinni egallagan o'quvchilarga Qatar xalqaro olimpiadasiga yo'llanma beriladi va olib ketishi ta'minlab beriladi. Xudo xohlasa bugun bizlar niyat etganmiz, birinchi o'rinlarga yo'llanma beryapmiz va Xudo xohlasa birinchi hamda oliy o'rinlar bugunning o'zida uyga borib pasportlarni to'lab, ertaga birinchi kun qizil pasportni topshirishlari so'raladi va Qatar xalqaro olimpiadasiga ketishga imkoniyat yaratamiz. Bunda hurmatli o'quvchilar boshqalar bilan o'ndan ortiq o'quvchini chiqaradigan bo'lsa, sizga yo'l kiraydirki katta yordam beradi va ota-onalar bo'ladigan bo'lsa, mentor qilib yonida hamroh sifatida chiqqanlar bo'ladi. Shunday imkoniyatga ega etdik. Bu bilan sizlar tabriklayman. Navbatdagina hammamiz Qoraqalpoq territoriyasida Beruniy e'lonlar ko'p va yo'llanamiz. Hammamiz bir hududdan ekanmiz. Xudo xohlasa bir hududdan bir samolyot bo'lib Qatarga Xudo xohlasa eng natijalar ko'rsatish uchun tashrif buyuramiz degan umiddamiz. Va bizlar tantanali qilib 3-o'rinni boshlaymiz. Tabriklayman. Birinchi taqdirlashni boshlayman. Abad va Nursulov yutuqli 3-o'rinni egalladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi My Dream International Olimpiada tomonidan yoshlarning intellektual salohiyatini oshirish va ularni xalqaro oddiy yo'lda tayyorlash maqsadida o'tkazilgan matematika, ingliz tili va rus tili fanlari bo'yicha o'tkazilgan olimpiadada faol ishtirok etganligi uchun Abad va Nursulov 3-o'rinni egalladi. O'quvchilar tabriklayman. Tamom. Keyin onasi tabriklayman, yutuqlari bardavom bo'lsin. Ikki o'quvchimiz Zafar va Chorosxon yutuqli 3-o'rinni egalladilar. Tabriklayman ota-onalari. Bunday o'rindan olish hammaga emas, Zafar va Chorosxon var mı aramızda? Karim va Maftuna yutuqli 3-o'rinni egalladilar va biz bu o'quvchini rag'batlantirish maqsadida maktabimiz kurslari bilan chegirma berganmiz. Bundan bemalol yil davomida foydalanish imkoniyatini egaladi. Chorosxon sizmi? Maftuna tabriklayman qizim. Ota-onalari bormi? Kimlar qizim? Zo'r, tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Olimpiada qiynalmasizga bu bizdan sizga chiroyli bayram e'tirofi yaxshi kunlarga ko'taradi. Demak, keyingi o'yin egasi Ibadullayeva Mo'tabar. Bardavom bo'lsin. Bundan da oliy natijalar ko'rsatgan vaqtimizda tabriklab yurish nasib etsin. Keling, albatta bu rasm videolarni guruhimizdan bemalol olishtirma bo'ladi. Hurmatli ota-onalar, o'qituvchilar bilan va masalan maktab rahbarlariga berishingiz uchun bemalol keling. Tabriklayman qizim, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Kim bilan keldingiz? Tabriklayman qizim, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Madriyev Shohruxbek, bormi onalamizda? Kelgusi o'qishlarimizda omad yor bo'lsin. Tabriklayman. Kamiljonov Farangiz barchalarimizni tabriklayman qizim, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarga erishgan vaqtimizda tabriklab yurish nasib etsin. Olimpiadamiz osonmikan? Qiynalmadingizmi? Atajonov Sarvarbek yutuqli 3-o'rinni egalladilar. Tabriklayman, yutuqlari bardavom bo'lsin. Kelgusi o'qishlarimizda omadlar yor bo'lsin. O'rinbayev va Jannat Xudo xohlasa bundan ham zo'r natijalarga erishgan vaqtimizda tabriklab yurish nasib etsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, chiroyli niyatlaringiz uchun. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Komiljon va Zilola yutuqli 3-o'rinni egalladilar. Yasir Komiljon va Zilola tabriklayman, yutuqli o'rinlarimiz bilan kelgusida bundan ham zo'r natijalarga ega bo'lishingizni tilakdoshman. Otir, tabriklayman. Tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom. Rahmat. Va eslatib o'taman, oldimizda 14-yil Vatan himoyachilari kuni bilan barcha o'g'il-qizlarimizni, yigitlarimizni va butun o'quvchilarimizni, ota-onalarini, otalarini, dadalarini hammasini tabriklayman.
tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Bundan ham zo'r natijalarga erishgan vaqtimizda tabriklab yurish nasib etsin. Kim bor yanimizda? Kim bilan keldingiz? Keling, tabriklayman. Rahmat, sağ olun. Demak, keyingi o'rin egasi Nurmuhammadov Afzalbek. Nurmuhammadov Afzalbek bormi aramizda? Bo'lsin, shu bilan keldik. Opasi keling, tabriklayman. O'zi farzandining oxirgi eng yomon kunida, yaxshi kunida eng yaxshi natijaga yetib keladigan bu ona hisoblanadi. Shuning uchun onalarimizga bir qarsaklar bo'lsin. Qarsaklar. Tabriklayman. Harakat etamiz Afzalbek. Jismimga mos ekan, Afzal bolakasi. Bo'pti, sog' bo'ling. Eslatib o'taman, keyingi olimpiadamiz Xudo xohlasa 25-yil va tomosha bo'lganimizda hali bor, yaxshi natijalarga ega bo'lamiz degan umiddaman. Demak, To'xtaboyev Valijon keyingi o'quvchimiz bormi aramizda? Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Bundan ham yaxshi natijalarga erishgan vaqtimizda tabriklab turish nasib etsin. Keling. Kim bilan keldik? Artist qolmi? Keling, rasmga tushib qo'yamiz oyimiz uchun. Keling, bera turing. Olimpiadamiz oson o'tgan, qiynalmadingizmi? Necha sinfsiz? Zo'r. Demak, kelgusi olimpiadada yana kelamizmi? Omad. Nasrulloyev Behruzbek eng kutilgan o'quvchimiz boshidan beri aytib ishlarni o'qiydi. Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Bundan ham yaxshi natijalarga erishgan vaqtimizda tabriklarga kirish nasib etsin. Ko'p bilan keldik. Keling, tabriklayman. Ha, kecha yozdingiz-da siz. Zo'r, tabriklayman. Xudo xolasa, kelgusi olimpiadalarda bundan ham yaxshi natijalar ko'rsatamiz degan umiddamiz. O'zingizdagi boshqa olimpiadachi sinfdoshlarimizga tavsiya beramiz bu olimpiadamiz haqida. Kelgusida Xudo xolasa oliyga harakat etib, Xudo xolasa Qatar xalqaro olimpiadasini sizga kutaymiz. Keyingi o'quvchimiz Shukrullayeva Madina. Bormi aramizda? Iymon, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin Madinaxon. Kelgusi oliy o'rinlarni egallagan vaqtimizda tabriklab yurish nasib etsin. Shu bilan keldik. Dadangiz keling. Rahmat, sog' bo'ling. Yangiboyev Yoshxonbek bormi aramizda? Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kim bilan keldik? Ustozimiz kim? Nasiba opa keling. Qozog'iston Respublikasi My Dream International Olimpiada tomonidan yoshlarni intellektual salohiyatini oshirish va ularga xalqaro olimpiadalarga saralash maqsadida o'tkazilgan olimpiadada qatnashtirib, o'quvchilar faol ishtirok etganligi uchun Xudoyberdiyev va Nasiba ustozimizga chiroyli e'tiroflarimiz mavjud. Xudo xohlasa bunday shogirdlarni ko'pini tarbiyalashga tilakdoshman. Tabriklayman. Keling. Xolisxon ustozimiz bor ekanlar aramizda. Xolisxon ustozimiz keling. Tabriklayman. Demak, keyingi o'quvchimiz Razzaq va Dilorom. O'quvchilarimiz yutuqlari bardavom bo'lsin. Shunday o'quvchilarni tarbiyalashda davom eting. Ixtiyorbek yutuqli 3-o'rin bilan tabriklayman. Xalqberdiyev va Mehriniso davom bo'lsin. Tabriklayman. Keling. Tagirov Temur bormi aramizda? Yo'ldosh Rahman yutuqli 3-o'rinni egalladilar. Tabriklayman. Kim bilan keldik? Rais qani? Keling. Jonov Nurali bormi aramizda? Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Bundan ham zo'r natijalarga erishgan vaqtda tabriklab ko'rish nasib etsin. Nurulloyev Sunnatullo bormilar? Bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalar ko'rsatish nasib etsin. Janobayeva Aynura bormilar? Kim bilan keldik Aynura? Ustozimiz bilan tabriklayman, yana biri bor. Rahmanov Nurgul tabriklayman. Deydigan chiroyli ustoz ustolarimiz. Shahribonu bormilar?
Shahribonu. Tabriklayman, darcha qizimiz. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Olimpiada qiyin emasmikan? Osonmikan? Kim bilan keldik? Ananas, keling, tabriklayman. Jamshidbek, bormilar? Tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Keling. Tabriklayman. Olimpiada qiyin emasmikan? Bormilar? Tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarga ko'rsatishingizga tilakdoshman. Jumaboyev Jamshidbek bormilar? Jamshidbek, tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Bundan ham zo'r natijalarga qo'lga ega bo'lmoqda tabriklab turish nasib qilsin. Tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Eng yaxshi natijalarga erishgan vaqtda tabriklab turish nasib qilsin. Bugun mana shu maktabga degan birinchi narsa bolamiz keldi. Haligacha ta'limlar yo'q, shunchaki maktabdagi alam bilan keldi. Bir xursand bo'ldik. Endi 3-o'rinimiz bor. Endi birdan niyatlab keldik, endi o'xshamayapti. Lekin shu yerga kelganimiz o'zi bir katta gap. Shunday ta'limlar tashkil etgan ekanlar. Sizlarga jamoasiga katta rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Demak, keyingi o'rin egasi Nafisaxon bormi? O'zingizga tabriklayman. O'zingizga bizlarga chiroyli e'tirofini xudo xohlasa kelgusida bundan ham natijalarga davom etishingizga tilakdoshman. Va shu yerda g'olib bo'lgan ota-onamizga chiroyli e'tirofimiz bor, shuni topshiramiz. Bo'ladimi? Bir narsani tayyor. Yurdan. Buradan efendim. Kim gelmiş? Doktor sen ilk baştan çenanı. Oynamız şarkı var idi bilersen 10 tane yazış gerekli. Bir de 40 tane orada 10 tane. Demek ismi Osman değil. Osman ekemiz var mı aramızda? Osman ekemiz var mı? Oh tabriklayman. Yüklüler içinde yüklüsüz siz ekansınız. Şu okuyucumu tanlab berdi sizni. Tabriklayman. Qalasa chiroyli tilaklarimizni bildirib o'tgansiz. Tabriklayman. Qalasa